Assalomu alaykum o'rtoqlar. Meni ismim Baxtiyor Abdurahmonov. 7 yildan beri logistika sohasining ichida yuribman. Janubiy Koreyada o'zimning bilimlarimni aynan logistika bo'yicha olganman. Magistratura hamda doktorantura bilimlariga ega bo'lganman. Hozirda esa Toshkentda Amerika logistikasi bo'yicha ham ishlab, ham shogirdlarni chiqazib yuribman. Aslini olganda teaching sohasida meni salkam 14 yil bo'libdi ishlayotganimga. Shu 14 yil davomida minglab ingliz tili sohasi bo'yicha shogirdlarni chiqazganman, o'quvchilarni o'qitganman. Xudoga shukr, ko'pchiliklari hozir butun dunyo bo'ylab o'qib yurishibdi. Ba'zi birlar logistikaga kirib, уже hammasi ish joylarini topib ketishgan. Hech kimga sir emas, Amerika logistika sohasi hozirgi kunda juda ham daromadli kasb. Meni shogirdlarim shu sohada ishlab yurishganligini ko'rib, men ham o'zimni shu sohada aynan sinab ko'rishni xohladim. O'rtoqlar, o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berdim. Meni kuzatuvchilar asosan ingliz tili sohasida yurishadi va ularning oldida ikkita qadam bo'ladi odatda, yokida teachingga kirish, yokida logistikada ishlash. Agar sizda IELTS 6 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, men sizga logistikani maslahat beraman va bu sohaga ishga kirish uchun sizga hozir 5 ta qadamni tushuntirib o'taman va ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, do'stlar, boshlaymiz. Birinchi bo'lib siz bazaviy ilmlarga ega bo'lishingiz kerak. Logistika sohasi bu juda ham katta tizim va siz bunda har xil rollarni, farqlarni yaxshilab tushunishingiz kerak. Avvalambor dispetcher kim? Uni mas'uliyatlari nima? Broker bilan qanaqa aloqa qilish kerak? U bizga qanday yordam beradi? Carrierlar kim? Driverlar kim? Safety department, ELD, fleet bularni hammasini farqini bilmasdan siz ish boshlashingiz xato bo'ladi. Misol uchun dispetcher ishini oladigan bo'lsak, ko'pchiliklar hozirgi kunda dispetcher deb aytishadi, lekin ularning mas'uliyati, ishlari nimalardan iboratligini uncha yaxshi tushunishmaydi. Avvalambor dispetcher bu kim? Dispetcher bu dashbordlardan yuklarni qidirib, izlab topadi. Brokerga telefon qilib, yukni narxini va barcha ma'lumotlarni oladi va yukka oid dokumentlarni ham yurg'izadi. Bundan keyin u driverga telefon qilib, yuk haqida ma'lumotlarni berib, yukni driverga o'tkazgandan keyin, roziligini olgandan keyin bu ishni updaterga jo'natadi. Va shu o'rinda ikkinchi rolimiz bu updater bo'ladi. Dispetcher updaterga yuklarni topshiradi. Updater ushbu yuk haqidagi ma'lumotlarni esa kompyuterga kiritish kerak va driverga telefon qilib, yukka A tochkadan B tochkaga eson-omon yetib borishini, brokerlarga vaqti-vaqtida update berishini nazorat qiladigan shaxsdir. Ikkinchi qadam bu kompyuterni tushunish. Shu joyda aytib ketmoqchiman, ko'pchiliklar qo'rqadi, men kompyuterni yaxshi tushunmayman, juda ham kuchli bilim kerak deb o'ylashadi. To'g'ri, kompyuterda logistikada 90% ish bajariladi, lekin bu degani siz kompyuterni ipidan ignasigacha bilishingiz kerak degani emas. Ko'pchilik shogirdlarim orasida aynan shu muammoni ko'rganman. Boshida kelishadi, oldingida 3 ta monitorni ko'rib cho'chib ketishadi. Va bu sohada juda ham chuqur kompyuter bilimlari kerak ekan deb. Aslida unaqa emas, o'rtoqlar. Siz faqatgina 3 ta 4 ta programmani bilsangiz xolos. Misol uchun eng ko'p ishlatiladigan programma bu Excel. Google Sheets'da siz Excel'larni qanaqa boshqarishni bilsangiz bo'ladi. Bu narsani o'rganish uncha qiyin emas. Misol uchun yuklarni post qilinadigan veb-saytlarni oladigan bo'lsak, bu veb-saytlarni ishlatish umuman qiyin emas. Agar siz Yandexdan bir marta bo'lsa ham ovqat zakaz qilib ko'rgan bo'lsangiz, buni ham bemalol eplab ketasiz. Yana bitta sizga misol, bu Google Sheets bo'ladi. Bu veb-saytni deyarli hamma ishlatadi va bu veb-saytda traklar haqidagi barcha ma'lumotlar saqlanadi va buni tushunish ham unchalik qiyin emas. Uchinchi qadam bu ingliz tilini bilish. Ko'pchiliklarda bilaman qo'rquv bor. Boshida kelganda brokerlar bilan gaplashsa ham tushunmaydi. Qo'rquv bo'ladi, gapirayotganda, eshitayotganda tushunmovchiliklar bo'ladi. Lekin bu hammasi normal holat, o'rtoqlar. Meni ham o'zimni boshida ish boshlaganimda xuddi shunaqa holat bo'lgan. IELTS'im 9 bo'lsa ham listeningdan deyarli bir hafta brokerlarning gapini tushunmaganman. Lekin vaqt o'tgan sayin 1-2 haftadan keyin 100% hamma gapini tushunishni boshlaganman. Aytmoqchimanki, bu narsadan qo'rqish kerak emas. Ingliz tilida qaysi ko'nikmalarim menga ko'proq kerak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, men sizga ikkitasini sanab o'tishim mumkin. Bu speaking bilan listening. Speakingda ko'pchiliklar qiladigan xatosi bu shtatlarni noto'g'ri talaffuz qilishadi. Misol uchun Arkansas, Texas deb o'tirishadi. O'zi aslida unday emas. Arkansas, Texas deb to'g'ri talaffuz qilish kerak. Listeningda esa listeningdan cho'chish kerak emas. Aytganimdek, boshida tushunish sal-pal qiyin bo'ladi, bunga vaqt ketadi, lekin yaxshi xabar
ko'p vaqt emas. 1-2 haftada siz уже ancha qulog'ingiz ingliz tiliga, amerikanistlarning ingliz tiliga moslashadi. 4-chi qilinadigan qadam bu real case'lar bilan ishlash. Sizga faqat nazariy bilim yetmaydi. Siz kompaniyada o'zingizni bilimingizni oshirishingiz kerak. Logistika sohasi bu juda ham unpredicted soha, ya'ni oldindan ko'rib bilmaydi. Men ham shuncha yil ishlab, har kuni qandaydir yangi vaziyatlarni o'rganaman. Barcha muammolarni logistikada bitta kitobga kiritish bu imkonsiz. Logistikada o'zi nimaga katta oylik to'lanadi deydigan bo'lsangiz, bu dispetcherni muammoni hal qilish tezligi va bilimidir. Agar siz qancha ko'p ishlab, qancha har xil keyslarni ko'radigan bo'lsangiz, shuncha bilimingiz ortib boradi, muammoni shunchalik tez hal qilasiz va oyligingiz ham shunga qarab o'sib boradi. O'rtoqlar, 1dan 4gacha barcha qadamlarni ko'rib chiqdingiz, endi 5-qadamga keldik. Eng muhimi bu ish topish. Mendan ko'pchiliklar so'rashadi, Baxtiyor aka, shuncha o'qidim, ingliz tilim bor, logistika sohasiga ham ozmi kammi bilimga egaman, lekin ishni qayerdan topaman deb so'rashadi. Aslini olganda, ingliz tili bilimi yuqori bo'lgan bolalarimiz hozirgi kunda juda ham ko'p, lekin logistika sohasiga kelganda bilimligi ozgina oqsab qoladi. Agar ularda ham ingliz tili, ham logistika haqida bilimlari kuchli bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bolalarni talash qilib logistika kompaniyalari olib qo'yadi o'zi. Xo'p, o'rtoqlar, biz bitta zo'r yangilik qilganmiz. Sizni ingliz tilingizni aniq tekshirib beradigan alohida Telegramda bot yaratganmiz. Ushbu botga kirib, siz ingliz tili darajangiz logistika sohasiga to'g'ri keladimi, yo'qmi va aynan sizni speakingingiz logistika sohasiga tushadimi, yo'qmi, bularni biz birma-bir tekshirib beramiz va orangizda eng yuqori ball to'plagan va to'g'ri keladigan bolalarni biz o'zimiz saralab, ular bilan birga bir diagnostika o'tkazamiz. Bu botni qayerdan topamiz desak, bu bot mutlaqo tekin. Mana shu videoning opisaniyasida alohida link qoldiramiz va bu yoqda QR kod ham chiqadi. Bemalol skaner qilib Telegramga o'tib testlaringizni yechsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Ishonamanki, siz ham logistika sohasida yuqori bosqichlarga erishasiz.